Akmal aka, qayerdasiz? Qiyin sharoit bahona bo'lish kerak emas. Chunki hayot hech kimga alohida sharoit yaratib bermaydi. Ayni paytda kimsiz desangiz, Samarqandlik 32 yoshli Akmal Uljayev. Bir emas, bir nechta kompaniyalar ta'sischisi va investorman. Hayotdagi maqsadim qo'limdan kelgancha odamlarga yaxshilik qilish. Chunki mol dunyo, mansab hammasi o'tkinchi. Bizdan faqat yaxshilik qoladi. Qarasam, aka hammaga telefonlarni sovg'a qilayotgan. Hamma xursand. Voy dedim, odamlar yig'ilgan. Akmal Uljayev dedim, Navoiylik muxlisingiz, Maftuniyman, sizni kutmoqda, keling dedim. Bo'ldi, hozir boraman dedilar. Mana sizga telefon sovg'a qilaman dedi. Yana iPhone 18 Pro Max Ultra bir balosidan dedilar. Oho, desam, yana sizga bitta sovg'am bor dedilar. Voy, nima ekan u desam, qarasam, mashina sovg'a qildilar. Hayronman, endi nima qilaman? Voy dod, mangami dedim. Hayajonlanib nima qilishimni bilmasdan, rostdan ham shu mashina mangami? Mangami Akmal aka dedim. Nahotki shu mashina menga bo'lsa, voy, orzuyimdagi mashina-ku dedim. Aya turing. Nima? Akmal aka, qayerdasiz? Navoiyga ham keling. Shu ko'rgan tushimni endi amalga oshiraylik.